Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylaridagi vatan söygüsü bilan qalbi azab tutalgan, uruq tuqqan qavm qayrindaşları bilan yüz ko'rishga zar bo'lib atgan Sharq Turkistonlik vatandaşlarım. Men Uyg'ur TV kanalından Muhammed Amin. Bugün biz Qırğızstan turib Ali Ekber damolamning yetakchiligida Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharq Turkistonda elib berib atgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatish uchun tartiblangan İstanbuldan Anqaraga piyoda yurish harakatini anglab Qırğızstandan İstanbul'a kelgan qarindoshlarimizni ziyorat qilamiz. Assalomu alaykum, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom. Oldi bilan o'zingizni bir qisqa tuntib o'tgan bo'lsangiz. Men Qirg'izistondan ittifoqda ayollar komitetining ma'mur raisi Tursunoy Islom bo'laman. Sizlar Qirg'izistondan bu yerga kelibsizlar. Qirg'izistondan bu yerga kelgan eng cho'ng to'h bo'lgan sababni so'zlab bera olamsiz? Biz Qirg'izistondan kelgan maqsadimiz Məşədəki Uyğur xalqımız bilan görüşəyli deb. Bütün Türkistonda yaşab atqan Uyğur xalqımız şundaq qanday yaşab atıdı, nim məqsəd bilan, nim işlarni qılıb atıdı deb göz gözümüz bilan görüb bir min anlığandan bir köygən əladaydı, bir görəyli deb kelgan toq. Rəhmət. Mehman dostluğunla muşqa Uyğur xalqıga küygən, vətənninki küygüsü, yürək tomirida oynab atqan qanlar texi öşməpdi. Həmmimiz onu görüb şununğa şəhid bolduq. Tünügün namayışlar qoşulub, texinbek işendik. Muşu çoğun aksakallarının mangına qarab, biz işendik. Bizning Uyghur xalqımızdaki hiç qaçanda işimizdeki kuygan otumuz öçmeydi, vatanni azat qımıgıcı. Hem Uyghur'nınki məqsidi bir deymen, düşünüşü bir dep oylayman. Yercanının qayırdı bolsa, bizninki məqsidimiz lagerlarni boşatsa, xalqımızı qiynamasa, faşistlar qilgan ishni Xitoy qilyapti, shuni to'xtatsa, vatanimizni mustaqillik bersa o'zimizga. Biz Xitoydan hozir ko'ynikini so'ramayapmiz, uyini so'ramayapmiz. O'zimizning vataninki mustaqilligini so'rayapmiz. Assalomu alaykum aka. O'zingizni bir qisqa tuntib o'tgan bo'lsangiz. Ben Kırgızistan Uygurluğunun namıdan bir Türkiye'ye geldim. Kırgızistan Uygur İttifak Cemiyeti'nin reisi Artık Hacım. Biz bugün Allah'a şükür Türkiye'ye 11 adam bulup bir yere ziyaretke, meşedike bizimki Uygur tutanlarımızı görüp, yaşasını görüp, bugün günde dünyada bu atkan işlerini, Türkiye'de kanda bu işlerini tanışış için, biliş için, hem sizlerini görüş için bugün geldik. Hem de biz bugün Allah'a şükür bana içilgan Uygur mektepte oturuptuk. Keçe biz birinci gün samolyottan düşüp bizge haber kelgen namayış boğatı dep biz hemmimiz bir avaz bilen işlerimizni çetkiz qıqıplam şu namayış katlaşımsak bulmaydı Uygur tuqqanlarımızını eşediki İstanbul'dan Ankara'ya mangan namayışını biz katlaşımsak bulmaydı dep hemmimiz eşe keçi katlaştık. Eşedi biz ködük. Qanchalik bizniki Uyg'urimizning vatanparvarligi, millat sevganligi, mushu bugungi kunda dunyoda bo'layotgan ishlar ko'z qarashi ashadgacha hammasi ma'lum bo'ldi. Biz mushu qatnashib, o'zimiz hissiyatga berilib, ko'z yoshlarni qilib, xeyli biz shunday kuchli ta'sirlandik biz. Allohga shukr, meshadagi Turkiyada yashayotgan bizning Uyg'urlarimiz bugungi kunda ko'p o'zining asini qo'shib, millat, vatan uchun qatkan işleri çönken biz bugün göz karşımızda bugün hemmimiz bunu ma'lum bulduk. Endi biz bugün meşede muş mektepke kelip bir yerdim o bana birinci mektepte o'ylayman yaxshi bir chiroyli güzel bir yer ekan meşedeki muallimlar bilan mana ko'rishib o'tirmiz. Allah razı bo'lsin mush Türk xalqidan, Türk millatdan, Türk devletten, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Şunçilik bizning Uyg'urimizga meşede qayerdan bir mushu vatanlardan chiqqan, hammadan kelgan Uyg'urlarimizga panoh bo'lib, meşede iqomatlarni berib, meşede vatandoshlarni berib, bizga panoh bo'lgan prezidentga, xalqqa, davlatga cho'ng rahmatimizni bildiramiz. Biz xursamiz. Uyg'ur xalqi hech qachon buni unutmaydi. Uyg'ur bilan Turk xalqi bu bir millat. Şunun için biz faxrlimiz Meşed'de yaşayotgan Uygurlarımızga. Meşede Uygur TV, mana bugün hazır siz Uygur TV'den kensiz. Ben iki kız gap qilib qo'yay. Qirg'izistonimizga 5 yil bo'ldi. Shu qurbanlıqqa Abdulkam Qaraqash baş bo'lib, bütün Türk tuqqanlarimizdan 5 yil qurbanlık kelyapti Qirg'izistonimizga. Necha ming adamlik shu qurbanlıqni biz yetkazib atamiz. Recep
Atış degan bizniki bir Türk tuqqanımız var. 5 yıl bo'ldi shu kelyapti. Allah razı bo'lsin. Muhtoj bo'lgan odamlarga yetkazib, shu ulug' kun, ulug' oylarda shularning bir asto'li bir kamchilik bo'lsa shu qurbonlikni yetkazib, bizni Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlarni unutmasdan, shunchalik o'zining qanday desam bo'ldi, shu Recep Atishla o'zining shu Uyg'ur so'yganligini, millat so'yganligini, vatanparvarligini ko'rsatganiga biz cho'ng rahmatimizni bilamiz. Abdul Qaraqashqamga, Ashad qo'lasi ishlayotgan Recep Atishga, Ashad bütün Türk tuqqanlarimizga shu Almaniyada shunchalik iqtisod yig'ib, bizni Qirg'izistonda unutmaganga. Biz u qurbonlikni faqat Uyg'ur xalqi emas, biz yashayotgan Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Tatar, har bir musulmon xalqlarga, o'sha millatlarga tarqitib, Aşağıdaki ağırxanlarga, onkologiya, kichik bolalarga, mechitlarga, kiyim-kechak yo'qlarni hammasini aşağıda kiygizib, shularning yardım bilan ko'p ishlarni biz bugun ittifoq jamiyati Qirg'izistonda qilyapmiz. Allah shulardan rozi bo'lsin. Allah ish qilib, shundoq bir cho'ng bir savob ishlarni qilyapti. Shu yerdagi tuqqanlarimiz, Allah rozi bo'lsin. Aman bo'linglar. Cho'ng rahmat Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatidan, Qirg'iziston Uyg'urlaridan cho'ng rahmat. Allah Ben Ayala Komiteti, bizde Ayala Komiteti her bir mahallede Ayala Komitetinin reisleri var. Enkin bir ayal var, bütün ayalanın üstüde. Enkin bir yakın kivatkan ayala, şu Ayala Komitetinin, yerlik Ayala Komitetinin reisleri, bunlar jigit beşleri. Biz bugün meneslerini görüp, hakiki bizim Türkiye'de qanday Uyghur tuqqanlarımız yaşaydı ekan deb ko'p anladık, ama bugün özümüz görüp şunda xorsandı biz. Rahmet, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Aman bo'linglar, bar bo'laylar. Qayerda bo'lsak, ish qilib, mashina uyum yashab, chiroyli yashab, bizniki bugün davadoslarimizni, shu vatan to'g'riliq ishlarimizni yurgizib, amalga oshirishga Allah bizga nasib qilsin. Amin. Rahmat sizlarga.